Assalomu alaykum barchaga hurmatli gul ishqibozlari. Bugun 10-may haftani yakshanba kuni 2026-yil. Bugunga kelib shafronlarimizni hozir bitta katta partiyada sotgandik 5000 ta. Shuni solish jarayonida turibmiz. Mana shunday qilib solishyapti. Banan korobkadan ozgina chiqadi. Oranjevый esa jicha o'sgan. Yana qoladi do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, jo'natib yuboraman BTS pochtadan. Petuniyalarimiz tugadi. Endi gul toji xo'rozlar boshlanyapti. Piramidachalar. Mana bunday boltalini sarig'i ham bor. Keyin qizili ham bor. Qizilchasi. Katarantuslarimiz tayyor bo'lyapti. Gultoj xo'rozni piramidani pink rangidan bardabo'y bor. Katarantuslar ham endi ochilishni boshlashyapti. Bitta ikkita ochilib qolishibdi. Guli katta chiqadi. Katarantus ham sotiladi do'stlar. Gultoj xo'roz ham sotiladi. Kelishtirib beraman mana shuni. Kim ektirib yubormoqchi bo'lsa. Gujum nazvoy, rayhon. Globuscha. Xo'p, undan keyin buketli xrizantemalar bor sotuvda. Oddiy xrizantemalar bor bu tarafda. Ashra buketni orasidan yulib sotyapman. Ildizi zo'r holatda. Buni narxi 5000 so'mdan. Xrizantemani narxi esa 1,5 mingdan stakansiz 1000 so'mdan. O'tganda ekkan xrizantemalarimiz ancha yerdan ko'rinib qoldi. Rayhonlar zo'r baraka katta urug'ini olishga ekkan. Ana xrizantemachalarimiz. O'tgan safar ekkan. Ko'rilsa o'zi ancha ko'rinib qoldi. Shuni hammasiga ekkanmiz. Globus bular. Orasini 60, eng kami 60 qilingan. 50 bitta ikkita bo'lmasa 50. Qolgan hammasi 60 dan. Zo'r ranglar bu yerda bor. Noyob ranglar, pervoganlarim. 2 yildan bir ko'paytirib yurgan ranglarim ekildi mana shu yerga, hammasiga. Mana agorodchamiz o'zimizda, karamlar. Nima deyapti karamlar? Ancha katta bo'lib qoldi. Ash agoroddan yeyman deganlarga pochta orqali jo'natib yuboraman. Mana shu karamlardan. Shundayga jo'natib yuboraman. Men bodringchilar o'zimizda agoroddan. Shunaqa do'stlar. Endi bu yerga bo'shagan joylarga katta stakanga xrizantema ekamiz. Tuvakda gollandskiy xrizantemalarimizni ekamiz. Shuni bo'shashiga qarab turibmiz do'stlar. Shuning uchun tez ovosalaring gullarni bo'shaydi. Keyin o'rniga boshqa narsa teramiz. Do'stlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.